Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi haqida tayyorlangan buktreyler. O'zbek adabiyotining buyuk siymolaridan biri, milliy romanchilik asoschisi 1894-yilda tavallud topgan Abdulla Qodiriy o'z ijodi bilan butun bir davrni yoritdi. Uning qalamiga mansub o'tgan kunlar, muhabbat, sadoqat va fojiaga boy asar Mehrobdan chayon esa inson qalbi va jamiyat haqiqatining yorqin ifodasidir. U o'z asarlarida xalq dardini, tarix haqiqatini va insoniy tuyg'ularni yuksak mahorat bilan tasvirladi. Ammo uning hayoti fojiaviy yakun topdi. 1938-yil Qatag'on yillari Abdulla Qodiriy nohaq qurbon bo'ldi. Lekin uning nomi, uning asarlari hech qachon unutilmaydi. Abdulla Qodiriy